o'zingiz tanishtiring avval. Nima qilasiz qarasa? Mayli opa, prosta Ikkita non. Sizni o'zingiz tanishtiring, qo'rqitmang. Kimsiz? Siz kim? Ism familiyangizni ayting. Kimsiz? Siz o'z tanishtiring. Tanishtiring, kimsiz? oladi, pullar. Tanishtirib, keyin oladi-da. Familiya ismini aytishdan qo'rqasizmi? Tushunib tushyapsizlar. Familiya ismingizni aytishdan qo'rqasizmi? Assalomu alaykum, Instagram ahli. Prezident. Bugun 2026-yil. Prezident bu mana shunday. Yurtboshimiz qo'ymayapti mana xalqni. Ichki xodimlar jo'natyapti bizni oldimizga. O'zini tanishtirmayapti. O'g'irlik qilyapsiz. Qog'ozimiz yo'q. Kontraktimiz bor, bolalarimiz ishsiz. Boquvchimiz yo'q. Nima qilishimiz kerak? Familiyangizni ayting. Ism familiyangizni ayting. Ishtay, bayram Boytirayev, ismi Husan, ishtay. Opa, sizlarga yangi bozorda joy berilyapti. Yo'q, Bergan yo'q. Yangi bozor qonuniymi? Bergan yo'q. Qonuniymi yangi bozor? Yangi bozor qonuniymi? Nima uchun qonuniy bo'lsa ishlayapti? Muhtaram prezidentimiz bizlarni qo'ymayapti mana. Bergan yo'q. Berganlar sadaqa qilyapti. Mana muhtaram prezidentimiz bizlarni qo'ymayapti. Ikkita non topishimiz kerak. Bolalar boqishimiz kerak. Nima qilishimiz kerak? 5 oydan beri bozorga chiqarganmiz. Kim boqadi bolalarimizni? Joyda. Muhtaram prezident, ichki xodimlarni jo'natyapti. Kimni buyrug'ini bajaryapti bular? Ichki xodimlar kimni? Boyturayev Husanjon keldi mana. Kimni buyrug'ini bajaryapsiz? Nima ishi bor? Kimni buyrug'ini bajaryapsiz? Kimni buyrug'ini bajaryapsiz? Ayting. Mayli opa, qarang, chekchisi hozir aytadi sizga. Chekchi ham kerak emas, boshqa ham joyi ham, bozor ham kerak emas. Biz noqonuniy ish qilayotganmiz, hammasini qonuniy qilyapmiz. Talabga javob bermaydi. Talabga javob bermaydi degan joyini ko'rsatsin bizga. Ha, 2017-yil joyga. Nima uchun uyimizda oldigacha qo'ymaydi? Qayerga borishimiz kerak? Mana uyda oldiga chiqdik. Kecha soliq bilan ana qo'ymadi. Bizni yoqamiz. Prezident qo'ymayapti, yurtboshimiz. Saida Mirzayeva bizlarni mana ayollarni himoya qiling, Saida Mirzayeva. Bola boqishdan chiqamiz biz. Hamma tirikchilik uchun chiqib o'tirib turyapti. Mayli opa, ishsiz bilan qarang, sizga yomon gapirmayman. Eshitib shu yoshga keldik. 3 kilo. Eshitmaymiz biz, eshitib bo'ldik. Sizlar eshitib bo'ldik davlat xodimlar, mansabdorlarni. 10 kun degdi, 10 kun degdi. Sizga yana nima? 10 kunda degdi. Opa, talabga javob bermaydi o'tiribsizda o'sha yoqda. Talabga javob beraman, bermayman. Kim qildi mana shuni? Talabga javob beraydi. Shu paytgacha. Yomg'ir yog'sa loy botib qoladi opa. Keling. Assalomu alaykum. Yangi bozor ochilsa, yangi bozor joy. Yangi bozor talabga javob bermaydi. Qanday talabga? Talabga javob bermaydi. Ustida odam ishlayapti. Qonunni ko'rsatsin bizlarga. Ochilish marosimi hali bitmagan joyga ko'chirib tashlagan siqqan. Mana yana ichki xodimlarni ham chaqirgan mana. Kelib o'tiribdi mana. Hammasi kimni buyrug'ini bajaryapti bilmayman bular. Bizga anani qonun qoidasini ko'rsatsin, qarorni ko'rsatsin. Bozorda joy yo'q bo'lsa, qayerga borishimiz kerak? Ha? Tushunmadim. Tiliga erk berib chiqarib shaxsatga borib bizlar qancha qildi? Bizlar nima qildik? Bizlar nima qildik? Boshqa noziri bordi. Saida Mirzayeva bizlarni himoya qiling mana. To'rtta ayolni qo'ymayapti. Mana. Qayer talabga javob beradi? Mana mana shu kishi bizlarni bosim o'tkazib, mana bozordan kelib o'tirsak, mana shu yerga qo'ymayapti mana shu kishi. Kimsiz? Kimsiz? Qani remont qilayotgan odamingiz qani? To'xtab turingizlar. To'xtab. Qani remontingiz? Qani remont qilayotgan odamingiz qani? Mayli, to'xtang. Qani remont qilayotgan odamingiz? Qani bu yerda hech kim yo'q. Birontamiz savdo bo'layotgan. 2 oy bo'ldi. 2 oy bo'ldi. 2 oy bo'ldi. Qanday savdo qiladi? To'xtang, 2 oy bo'ldi. Qoidalarga javob bermaydi. Nima uchun 2 oydan beri? To'xtang. Eshitdik? Bo'ldi, gapirib bo'ldingizmi? 2 oydan beri bitta usta ko'rganimiz yo'q. Men video qilib qo'yib
qo'yibman. Qachon tayyor bo'ladi bu? Bilmasam endi rahbariyat. Bilmasangiz nima uchun bizga bosim o'tkazyapsiz? Bosim o'tkazyapsiz. Bosim o'tkazyapsiz. Bosim o'tkazyapsiz. Chiqib ketinglar deb bosim o'tkazyapsiz hozir. Bosim o'tkazdimi yo'qmi hozir shu kishi? Hammamizga bosim o'tkazadi. Qamab tashlayman, bunday qilaman, unday qilaman. Jarima qilaman. Men hali huquq buzganman, sizni so'kmadim aka, hurmat qilib boshliq dedik. Men katta emasman deb urushib keldingiz o'zingiz. Joyida yuzingizda urab olgansiz. Jamoat joy issiq. Issiq zontib bering bo'lmasam. Issiq. Issiq. Men yuzimga davolanyapman. Davolanyapman. Tanishtirgingiz kelmayapti. Tanishtirdim. Tanishtirganingiz. Ism familiyani aytdim. Shaxsizga oydinlik kiriting deyapman, shaxsizga oydinlik kiritishga qarshilik qilyapsiz. Yo'q, hech narsa deganim yo'q men. Nima deb qarshilik ko'rsatdim? Siz naborat bizlarni gapirtirgani qo'ymay, bosim o'tkazyapsiz. Shu kuni ham siz keldingiz, sizma yana deb bosim. Hudud uchastkavoy, men o'g'irlik qilganim yo'q aka. Birovni o'ldirganim yo'q, jinoyat qilganim yo'q. Birovni talashgan yo'q. Nima qildim aka hozir men? Haqqini talab qilyapti. Rasm tushirib boshlaysiz birdaniga. Odamni bunday qilaman, qamab qo'yaman. To'g'ri formangiz bordir bugun. Tadbirkorlar ishlashiga to'sqinlik qilyapti. Savdo yo'q deyapti mana. Keling tog'a. 2 kilo 15 ming. Prezident ana shu bozor qonuni 2 kilo 15 ming bobo. Bodring ham shular. Hayat. Hayat. Shahzodbekki. Shahzod. Opam qo'lda semkasini oldi. Nima cho'l ekan? Nima cho'l ekan? Shaxsiy mulkim o'zimda. Nima cho'l ekan? Assalomu alaykum. To'g'rimi? Assalomu alaykum. Biz mulk bo'yicha gaplashamiz. Nechdan sotyapsiz? Avizor bodim. 2 kilo 15. Chek beryapsizmi? Chek eqim to'langani yo'q, bu yoqqa Nima to'lang. uchun chek bermayapsiz? Chek so'rasa beramiz. Bering menga 2 kilo bering. Nima? Chek bering buni. Bo'ldi. Chekni beraman. Bering. Puligami? Chekni puliga beraymi? Onlayn Bering. kassaparat. Onlayn kassaparat. Onlayn kassaparat mevadan hech qachon bo'lmaydigan unday narsa yo'q. Necha pulasiz? chekni puliga beraymi? Pomidor bormi? Siz ham olavering, men ham olaveraman. Qovurib to'lab gaplashyaptilar. Beramiz pomidor bormi? Chekni puliga. Xohlasangiz pul beramiz chekka. Nima qilaylik? Joy yo'q. Boshlab beraylik. Bozor qayerga? Bozor Bozor chaqirib bering. rais bu bozor qayerga? Shuna pomidor beraymi? Bodim beraymi? Bozorlar nima qilyapti ular? O'tirganlar. Karnapaga oddiy. Voy. Ikki ming 26-yil 8-iyun kuni mana shunday xodimlar kelib bizga chek puli talab qilyapti. Eski bozorda hududidan tashqarida o'tirmiz, yo'lda yoqasi mana. Lekin bu yer bozor hududiga qarashli emas. Yo'qotding.